2025-yil 20-sentyabr. Mana shu simichkalarimizni 5 grammlik olib kelgandik iyul oyida. Hozir endi shuni sarflovka qilyapmiz. Bu sarflovka jarayonini ko'ramiz. Hozir baliqlarimizni o'rtachasi 3 ta guruhga bo'lyapmiz. Ya'ni eng yirigi, o'rtacha va o'sha kichkinasi. Demak, hozir shu jarayonni ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Yani bu yerda bizlarning baliqlarimiz sredni 300-400 grammdan oralig'ida bor. Masalan, mana bu 150 gram atrofida. Mana 150 grammliklarni alohida, o'rtacha 80 gram, 70 grammliklarni alohida va o'sha 25-30 grammlikni alohida qilib olyapmiz. Baliqlarimiz endi har xil bo'lib qolgan. O'rtacha hozircha shu 150-200 gram chiqsa kerak, 150 gram chiqadi sredni. Agar nima bo'lsa bir o'lchab ko'ramiz shuni. Tarozidagi nima bo'lsa o'lchab ko'ramiz. Mana balıqlarımız mana shu aralashma endi mana hozir vaziyatdagi balıqlarimiz. Nasib nima qildi? Qo'lda bor. Bu yerda maydaroq balig'imiz ham bor, katta sredni. O'rtacha balıqlarimiz ham bor, lekin sredda mana 150-200 gram bor. Bitta sadogimizda hozir taxminan o'sha paytda tashlaganimizda 10.000 400 kilogram bo'lsa 60 mingta baliq tashladik. Sarflovka qilib biz 4 ta bo'lganmiz. Yana sarflovka qilib endi uni yana bir 5 ta sadokka bo'lamiz. Demak, o'rtacha har bir sadokda hozir taxminan 10.000-15 mingtadan baliq bor. Hozir demak sredni 150 gram hisoblasak bo'ladi. Bu deganiki baliq o'sha bir gektar hovuzda hozirda o'rtacha ayrim polikulturada 15 mingta 150 gramlik baliq boqsa agar biz ham o'sha 6 ga 8 sadogimiz o'zida ham o'sha 150 gram qildik. Hali baliqlarimiz o'sish davom etadi. Suv temperaturasi hozir ham 23-24 gradus. Demak, hali bizni sadokda yana katta suv havzasi bo'lgani uchun sadoklarimiz suv sovishi qiyinroq. Demak, bir taxminan bir 15-10 oktyabrgacha balig'imiz boqiladi. Xudo xolasa agar yana ham o'sish davom etadi.